shu so'rilarda o'tirib, shu mana shu zinadan tashlab yuborgan o'zini. Ana yo'q, bir sutkadan beri yo'q bola. Namanganda 2002-yilda tug'ilgan yigit suvda oqib ketgani haqida xabarlar tarqaldi. Marhumning yaqinlari esa qidiruv ishlari sust olib borilayotganligini aytib jamoatchilikka murojaat bilan chiqdi. 2026-yil 28-may kuni 23 yoshli yigit qarindoshlari bilan birgalikda Pop tumanida joylashgan dam olish maskaniga kelib, u yerdan oqib o'tuvchi Chodaksoy soyiga cho'milish maqsadida tushgan. Ehtiyotsizligi oqibatida u suvda cho'kib ketib, qaytib chiqmagan. Rasmiy munosabatda keltirilishicha, tekshiruv ishlari davomida tuman favqulodda vaziyatlar bo'limining qutqaruvchilari tomonidan suvga cho'kib ketganligi aytilayotgan yigitni qidirib topish ishlari amalga oshirilmoqda ekan. Mazkur holat yuzasidan Pop tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Bu haqda bosh prokuror matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qildi. Biz shu o'rinda barcha fuqarolarga eslatib o'tamiz, cho'milish mavsumida qanday qoidalarga amal qilish kerakligi haqida. Yozning issiq tafti ham insonlarni soya salqinlikka chorlaydi. Bunday vaqtlarda ochiq suv havzalarida cho'milish hayot uchun xavflidir. Cho'milishning huzurbaxshligi ayniqsa yosh bolalarning belgilanmagan joylarda cho'milishlariga va oqibatda bevaqt hayotdan ko'z yumishlariga sabab bo'lmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, suvda cho'kib halok bo'lgan yoshlarning 90% ota-onalar tomonidan nazolatsiz qoldirilganligi va belgilanmagan hamda taqiqlangan joylarda cho'milish oqibatida sodir bo'lgan. Shu boisdan suv havzalarida baxtsiz hodisalarning oldini olish maqsadida ushbu qoidalarga amal qilishingizni so'raymiz. Hech qachon belgilanmagan joylarda cho'milmang. Cho'milish taqiqlanadi deb yozilgan maxsus belgilarga amal qiling. Yodda tuting, faqatgina ruxsat etilgan maxsus suv havzalarida cho'miling. Yozgi ta'til davrida bolalarni belgilanmagan joylarda cho'milishga borishlariga aslo yo'l qo'ymang va ularni nazoratsiz qoldirmang. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringiz hayotiga befarq bo'lmang. Cho'milish mavsumida har doim xavfsizlik qoidalariga va yuqorida mutaxassis aytib o'tgan barcha tavsiyalarga amal qiling.